Bugun biz Mursak brendining asoschisi Nilufar opa Abduvaliyeva bilan suhbat qilamiz. Murseni yaratganimizga ham mana Mashhur odamlarga ovqat qilganmisiz deb sizdan ham shunday so'rab turishadimi? har doim so'rashadi. Mashhurlar bilan ishlash biz uchun. Nilufar Abduvaliyeva Mursak brendi asoschisi, dizayner, influencer va Abduvaliyevlar oilasi vakili. Hozirgi kunda men xursand bo'lgan bitta masala bor, lekin shu xursandchilik orqasida biroz mahzun bo'ladigan holatimiz bor. Bolajonlarga, o'g'il bolalarga ayollarni uzoridagi kiyimlarni kiydirib qo'yishyapti. Chunki hozirgi jamiyatda erkaklar kamayib ketyapti-da, tushunasizmi? O'zbekistonliklar juda narx raqamlarni yaxshi ko'rishadi. Minimum maksimum narxlar. Shu qiyin mavzu bo'lyapti-da, menga ham shu narsa risa ham yoqmaydi. Xudo qaraydi, birovning yeriga qaramaydi. Hozirgi kunda ko'p bo'lib ketyapti-da, hamma boshqalarning yeriga qarab qo'ydi. Yoshligimizda o'zimizda 30 dan oshiq o'rik to'pi bo'lardi, har xil o'rik turlari bo'lardi. O'zimizniki qolib qo'shni o'rigini. Qo'shnini ovqati qanaqadir mazali bo'lardi-da, bilasizmi? Sizni nafaqat bir Mursak brendining asoschisi sifatida, nafaqat bir Abduvaliyevlar oilasi vakili sifatida bilishadi xalq va undan tashqari xayriyalarda juda faolsiz. Qarang qanaqa mazali chiqadi, sirazi bilinyapti. Xomligicha yevorsa bo'ladigan bu holda. Hozir ruxsat bersa xotiningiz uylanarmidi? Kim, manmi?